Oy. Zakarinem. Bu xotnağanı yağı kallanlayama kaçıp ketdim o. Tamlığı süt. Aja qardaş, ne degan gapni qilmanglar. To'ydan keyin ma ko'shab o'g'lavapti. Ha şu, men şu telefon qilay deb ne chiqdim qo'limga telefon nap bulab, etdi, qo'lim ximiydi demtiki deb amagan. Ay, ne degan gapni qilmanglar. Ximi uyg'ib yutqandimmi qardash biz? Ximini xotningni uyg'usi sizlar piltiqislar deylar. Qandaqa adash o'tgan bir ishni qildim deydi, qanaqlab ketdi ishlar. Hey, yaxshi emas ya. Yetimning og'zi osh quvog'ichi buni qanaqdi tabadan. Tuzuk bir ish qilib o'g'laman yutmiz bilan. Hem dadashmi shu avarayim o'xshash olmayotgan. Urumchida qayaqdi turpanda chichak. Maybasi usib ketdi meningla ishga chiqib qaptikan aqlima. Ashuningda hamda. Asan bo'lmag'day. Shu adash. Ya o'ngdan chiqamiz ya do'ngdan chiqamiz deb chiqib tirishib turdik mana. Shu ayni imabi bilmi kula deb bir kula var ya. Ay dastlabda bir yilda ara 25 quti setgan. Hozirgi bütün dukkanlığı liq hammiyada bağlab ketdinglar. Asıl bal qo'yatmanglar bo'lib qala. Shu aday deganinglar to'g'ri. Hamda oshchaq yetib qo'yguncha yashamoqda azulab qolgan xalqning dardida. Pul tap kelsa ishtonga patmaydi degan. Undaroq yashab qolsa qarga petib ketdi-da. Hech ish qilmasaqda yalan to'kdigan. Men sizga bir gap qilayman. Biz o kendimizin gapda bitgan g'aybat qilgan odamlar uchun yashag'lik kelmagan, ashnanni ulamagan bizga atanimiz bergan shu da'vo. Biz ayna sildab mandamda biz itrof qilgan, qo'llayotgan odamlar bo'lsa, bo'ldi. Ular chaqimiz yo'q biz. Qandaymi da?